$100 chiqib qolsa nima bo'ladi? Ha? Beraman. O'sha $100. Beraman. Bo'kani mahalla taksistlarining yoniga keldik. Zo'r, obuna bosilgan bo'ldi. Birinchi bulaga, ikkinchi kimga? Ikkinchi bulaga rozimisizlar yo'qmi? $50 menga, $50 senga. Videoga tushib qolay. Pul ber menga, olyapti. Xullas qaranglar, mana $100. Hozir ichiga qo'yaman, taxmini aytasiz. Ayting, kupyura sizniki. Ayting necha? 70 son aytish kerak. 70 gacha bor. 55. 55 bo'ldi, yaxshi. 1 2 53 54 55 yaxshi. Rahmat kattakon o'yinda ishtirok etganingizda. Ikkinchi kim edi? Siz podpisatsiya bosgan bo'lishingiz kerak-da. Podpisatsiya. Hozir 100 joyini endi o'zgartiraman. Birdan 70 gacha edi boya, endi birdan 69 gacha. 66. 1 2 64 65 66. Ko'ryapsizlar, mayda narsalar rujbetdan chiqib ketgan. Xo'p, ayting necha? Nima u? 56. 56. 1 2 3 48 49 50 necha edi? 65. 56 mi? 55 56 ana. Endi qara, senga nima rezon pul tarqatib o'ryapsiz? Ya'ni bu yerda hozir aynan Bo'kani butun O'zbekistonga tanitish. Tushundim. Lekin sen pustoy, parasnak yoningdan pul berib o'ryapsan-ku. Xudo bersin ha. Aytganingiz kelsin, Xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Men lokatsiyalar bo'yicha yurishni boshladim. Ya'ni qaysidir maktab bo'lsanglar, kommentariyaga maktablar yozib ketinglar, yo qaysidir ishxonada ishlaydigan bo'lsanglar, o'sha ishxonaning nomini yozib ketinglar. Obuna bosishdan chiqmasin, chunki obuna bosmaganlarga $100 ham va boshqa pullar ham yo'q.